Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 1 iyuldan boshlab 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taalluqli bo'lgan juda muhim cheklov va yangi tartib haqida tushunarli qilib aytib beraman. Bu mavzu bevosita nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari va ularni parvarish qilayotgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri harakat, bitta o'z vaqtida topshirilmagan hujjat yoki bitta e'tiborsizlik pensiya, ijtimoiy yordam, imtiyoz yoki to'lov bilan bog'liq muammo keltirib chiqarishi mumkin. Men bugun vahma tarqatish uchun emas, aksincha hammasini tartib bilan tushuntirish uchun gapiryapman. Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qaysi holatda cheklov qo'llanadi, qaysi holatda esa pensionerning huquqi saqlanib qoladi. Bularning hammasini oddiy tilda ochib beraman. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy maslahatlarni aynan oxirgi qismda aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangiz yoki tanish pensionerlarga yuboring. Avvalo, masalaning asosiy joyini tushunib olaylik. Ko'pchilik 1 iyuldan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq qo'yilar ekan. Degan gapni eshitib, darrov pensiya to'xtatiladimi? Ko'chaga chiqish mumkin bo'lmaydimi? Bank kartasidan pul olish taqiqlanadimi? Degan savollarni berishni boshlaydi. Aslida bunday xabarlarni eshitganda eng birinchi qilinadigan ish shuki, cheklov aynan nimaga taalluqli ekanini aniqlash kerak. Chunki taqiq degan so'z umumiy aytilsa, odamni qo'rqitadi. Lekin huquqiy tartibda har bir taqiqning aniq doirasi, muddati, istisnosi va qo'llanish sharti bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p jarayonlar pensionerning o'zi borib murojaat qilishi, qog'oz hujjat olib kelishi, banka yoki tegishli tashkilotga shaxsan kelib tasdiqlashi orqali hal qilinar edi. Masalan, pensiyani olish, karta almashtirish, yashash manzili o'zgarganini bildirish, ijtimoiy yordamga ariza berish, tibbiy imtiyozdan foydalanish yoki kommunal to'lov bo'yicha ma'lumot kiritish kabi ishlar ko'p hollarda pensionerning o'z harakatiga bog'liq bo'lardi. Kimdir vaqtida borardi, kimdir farzandi orqali hal qilardi, kimdir esa bilmagani uchun kechikardi. Endi nima o'zgaryapti? Yangi tartiblarning asosiy maqsadi pensionerlarni jazolash emas, balki noqonuniy foydalanish, soxta hujjat, boshqa shaxs nomidan pul yechish, vafot etgan odam nomiga to'lov davom etishi, noto'g'ri ma'lumot asosida imtiyoz olish kabi holatlarni kamaytirishdir. Shu sababli iyuldan boshlab ayrim xizmatlar bo'yicha tekshiruv kuchayishi, shaxsni tasdiqlash talabi oshishi, ayrim operatsiyalar faqat pensionerning o'zi yoki rasmiy vakili orqali bajarilishi belgilanishi mumkin. Mana shu joyda odamlar buni taqiq deb qabul qilmoqda. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Agar pensionerning bank kartasi farzanda bo'lsa va farzandi har oy pulni yechib olsa, bu doim ham qonunga zid degani emas. Chunki ko'p oilalarda ota-onaning o'zi bolam, sen olib kelib ber deydi. Lekin tizim nuqtai nazardan qaralganda pulni kim olyapti? Pensioner haqiqatan ham tirikmi? Pul uning ehtiyojiga ishlatyaptimi? Kimdir bosim o'tkazmayaptimi degan savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun ayrim holatlarda shaxsiy tasdiq, ishonchnoma yoki biometrik tekshiruv talab qilinishi mumkin. Endi kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda 6 yoshdan oshgan va pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam yoki davlat imtiyozini olayotgan fuqarolar o'z ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirtirib qo'yish kerak. Bu yerda gap faqat yosh haqida emas. Gap shaxsiy ma'lumot, yashash manzili, bank karta ma'lumoti, telefon raqami, pasport yoki ID karta amal qilish muddati, oilaviy holat va rasmiy vakillik haqida ketmoqda. Masalan, bir pensioner ayol 60 yoshda pensiyasini plastik kartaga oladi. U qishloqda yashaydi. Kartani esa shaharda ishlaydigan o'g'li ishlatadi. Har oy o'g'li kartadan 1 million 200 ming so'm yechib, onasiga 900 ming so'm olib boradi. Qolgani dori-darmon yoki yo'l xarajatiga ishlatganini aytadi. Agar ona bunga rozi bo'lsa ham, rasmiy jihatdan keyinchalik savol tug'ilishi mumkin. Karta egasi pul yechilganini biladimi? Rozilik berganmi? O'g'li rasmiy vakilmi? Bunday holatda eng to'g'ri yo'l. Agar pensionerning o'zi bankka borishi qiyin bo'lsa, notarial ishonchnoma rasmiylashtirish yoki bankdagi vakillik tartibini aniqlashtirishdir. Ikkinchi misol. 18 yoshli otaxonning eski pasportidagi ma'lumotlar bilan bankdagi ma'lumotlar mos kelmaydi. Pasport ID kartaga almashtirilgan, lekin bankka yangi hujjat ma'lumoti kiritilmagan. Oldin bu holat sezilmasligi mumkin edi.
Endi tizimlar bir-biri bilan solishtirilganda bank operatsiyasi vaqtincha cheklanishi, karta bloklanishi yoki qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Otaxon menga taqiq qo'yildi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo taqiqda emas. Ma'lumotlar yangilanmaganida bo'ladi. Uchinchi misol, 61 yoshli ayol pensiyaga chiqqan, lekin hali ishlashda davom etmoqda. U 6 yoshdan oshganlarga taqiq bo'lsa men ishlay olmaymanmi deb xavotir qiladi. Bu yerda shuni aniq aytaman. Yoshning o'zi odamning ishlash huquqini avtomatik bekor qilmaydi. Agar alohida soha bo'yicha sog'liq, xavfsizlik, litsenziya yoki malaka talabi bo'lmasa, pensiyaga ishlashi mumkin. Lekin ayrim imtiyoz, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam turlarida daromad miqdori hisobga olinadi. Demak, muammo ishlashda emas, daromadni yashirish yoki noto'g'ri ko'rsatishda bo'lishi mumkin. 4-misol. Bir pensioner erkak 70 yoshda, yolg'iz yashaydi. Kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz oladi. Farzandlari boshqa viloyatda. Agar u yashash manzilini o'zgartirsa, masalan, qishda qizining uyiga ketib 4 oy yashasa, ayrim xizmatlar bo'yicha manzil ma'lumoti muhim bo'lishi mumkin. Agar tizimda u bir manzilda, amalda boshqa manzilda bo'lsa, imtiyoz noto'g'ri qo'llanishi yoki tekshiruv paytida tushuntirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun manzil masalasi ham e'tiborsiz qoldirilmaydi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, bank kartasi o'zida bo'lsa yoki rasmiy vakili bo'lsa, pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, hech qanday vahimaga hojat yo'q. Yangi tartib bunday odamlarning huquqini tortib olish uchun emas, balki tartibni aniqlashtirish uchun kerak. Men har doim aytaman, qonuniy asosda harakat qilgan odamning eng katta himoyasi bu hujjatlarning tartibli bo'lishidir. Lekin kimlar albatta tekshirdirish kerak? Birinchidan, kartasini boshqa odam ishlatayotgan pensionerlar. Ikkinchidan, uzoq vaqt davomida bank yoki pensiya bo'limiga bormaganlar. Uchinchidan, pasportini almashtirgan, lekin ma'lumotlarini yangilatmaganlar. 4-dan, vafot etgan turmush o'rtog'i yoki boshqa oila a'zosi nomidagi to'lovlar bilan bog'liq hujjatlar hali yopilmagan oilalar. 5-dan, nogironlik parvarish puli, kam ta'minlanganlik yoki boshqa yordamlarni olayotgan va daromadida o'zgarish bo'lgan fuqarolar. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Har qanday cheklovda eng muhim savol shuki, qaysi holatda cheklov qo'llanmaydi? Masalan, pension yoshi katta, sog'lig'i yomon, yurishga qiynaladi. Bunday odamdan albatta o'zing kelasan deb talab qilish har doim ham adolatli emas. Shuning uchun ko'p xizmatlarda vakil orqali murojaat qilish, notarial ishonchnoma, uyga borib xizmat ko'rsatish yoki elektron tasdiqlash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Muhimi buni og'zaki emas, rasmiy tartibda qilish kerak. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar o'g'lim-ku, qizim-ku, nevaram-ku deb hujjatni rasmiylashtirmaydi. Hayotda ishonch bor, lekin davlat organi va bank uchun ishonch hujjat bilan tasdiqlanadi. Farzand ota-onasiga yordam berayotgani yaxshi. Lekin ertaga aka-uka o'rtasida nizo chiqsa, pensionerning puli qayerga ketgan degan savol tug'iladi. Yoki pensionerning o'zi boshqa farzandiga shikoyat qilsa, bankdan pulni kim yetgani, qanday asosda yetgani tekshiriladi. Shu sababli rasmiy vakillikni vaqtida qilish oilaning o'zini ham himoya qiladi. Yana bir nozik jihat, telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS kod. Tasdiqlash xabari bank ilovasi yoki elektron kabinet orqali ishlaydi. Pensionerning nomidagi raqam aslida farzandida bo'lsa yoki aksincha farzandning nomidagi raqam pensionerning bankiga ulangan bo'lsa, keyinchalik muammo chiqishi mumkin. Masalan, karta bo'yicha tasdiq kodi boshqa odamga boradi. Bu esa moliyaviy xavfsizlik nuqtai nazaridan xavfli. Men pensionerlarga ham, farzandlarga ham maslahat beraman. Bankka ulangan telefon raqami kimning nomida, kim foydalanadi, kodlarni kim ko'radi, bularni aniqlab oling. Yana bir muhim masala, pensioner chet elga ketgan bo'lsa yoki uzoq muddat boshqa hududda yashayotgan bo'lsa, ayrim to'lovlarda fuqaroning doimiy yashash joyi mamlakatda bo'lishi yoki shaxsiy tasdiqlashi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam pensiyani O'zbekistondagi kartaga oladi. Lekin o'zi 8 oy davomida chet elda farzandinikida yashaydi. Bu har doim pensiya to'xtaydi degani emas, lekin ayrim holatlarda tekshiruv yoki qo'shimcha ma'lumot talab qilinishi mumkin. Shuning uchun uzoq muddatga ketishdan oldin tegishli pensiya organidan tartibni aniqlashtirish kerak. Yana bir pitfall, ya'ni ko'pchilik tushib qoladigan xato, internetdagi noma'lum xabarlarga ishonib pul to'lash.
1 iyuldan pensiyangiz bloklanmasligi uchun mana bu raqamga pasport yuboring. Kartangizni ochib beramiz, navbatga yozamiz, yangi ro'yxatdan o'tkazamiz degan xabarlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon karta raqami. Amal qilish muddati SMS kod, pasport nusxasi va shaxsiy ma'lumotlarni begona odamga yubormang. Davlat organlari yoki banklar sizdan SMS kodni aytishni so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib kod so'rasa, bilingki bu xavfli signal. Yana shuni tushunish kerak, cheklov va tekshiruv bir xil narsa emas. Tekshiruv bu ma'lumotni aniqlash, hujjatni solishtirish, shaxsni tasdiqlash jarayoni. Cheklov esa muammo aniqlanganda yoki hujjat yetishmaganda vaqtincha qo'llanishi mumkin. Masalan, bank kartasi bloklansa, bu pensiyadan mahrum bo'ldingiz degani emas. Bu ko'pincha xavfsizlik chorasi bo'ladi. Siz hujjat bilan borsangiz, shaxsni tasdiqlasangiz, muammo hal bo'ladi. Lekin odamlar buni darrov pensiyamni olib qo'yishdi deb tushunib asabiylashadi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilish muddati o'tmaganmi? Ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili to'g'rimi? Shularni ko'ring. Agar pasport almashtirgan bo'lsa, bankda, pensiya organida va kerak bo'lsa boshqa xizmatlarda yangi ma'lumotlar yangilangani aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartangiz bo'yicha tartibni tekshiring. Karta o'zingizdami? PIN kodni kim biladi? SMS xabar qaysi raqamga keladi? Bank ilovasiga kim kira oladi? Bularni aniqlang. Agar farzandingiz yoki qarindoshingiz sizga yordam berayotgan bo'lsa, buni qonuniy shakliga keltiring. Bankdan pensioner nomidan kim pul yetishi mumkin? Ishonchnoma kerakmi? Qanday hujjat talab qilinadi deb so'rang. Har bir bankning ichki tartibi farq qilishi mumkin. Shuning uchun taxmin bilan ish qilmang. Uchinchi qadam. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, oldindan ishonchnoma masalasini hal qiling. Notariusga murojaat qilib, vakil kim bo'lishini, qaysi ishlarni bajarishi mumkinligini aniq yozdiring. Masalan, faqat pensiya olishmi? Bank kartasini almashtirishmi? Ariza berishmi? Hujjat olishmi? Bular ishonchnomada aniq ko'rsatilgani yaxshi. Juda umumiy yozilgan hujjat ba'zan yetarli bo'lmaydi. Juda to'r yozilgan hujjat esa kerakli ishni bajarishga imkon bermaydi. 4-qadam. Pensiya va nafaqa bo'yicha ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga, mahallaga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. O'zingiz bilan ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiyaga oid hujjatlar, bank karta ma'lumotlari, telefon raqami va agar vakil bo'lsa, ishonchnoma ham bo'lsin. Agar sizga hujjat yetishmayapti deyishsa, og'zaki xafa bo'lib qaytib ketmang. Aynan qaysi hujjat kerakligini yozib oling. 5-qadam. Ijtimoiy yordam yoki imtiyoz olayotgan bo'lsangiz, daromad va oilaviy holatdagi o'zgarishni yashirmang. Masalan, pensioner yolg'iz yashayotgani uchun yordam olgan, keyin farzandi kelib birga yashay boshlagan yoki nogironlik guruhi bo'yicha to'lov olgan, keyin qayta ko'rik muddati kelgan yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olgan, lekin oila a'zolaridan biri ishga kirgan. Bunday o'zgarishlar vaqtida bildirilmasa, keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi chiqishi mumkin. 6-qadam. Barcha murojaatlaringizni iz bilan qiling. Agar ariza bersangiz, nusxasini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatni oling. Agar telefon orqali ma'lumot olsangiz, qaysi tashkilot, qaysi sana, nima deyilganini yozib qo'ying. Agar davlat xizmatlari markaziga borsangiz, navbat yoki ariza raqamini saqlang. Bu oddiy ko'ringani bilan. Kelajakda men murojaat qilgan edim degan gapni isbotlashda juda muhim. 7-qadam. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini tartibga solib qo'ysin. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz men tushunmayman, sen bilasan deb sizga ishonsa, bu ishonch katta mas'uliyat. Ularning kartasidan pul ishlatishdan oldin hammasi rozilik bilan va hujjat asosida bo'lsin. Ota-onangizga har oy qancha pensiya tushgani, qancha yechilgani, nimaga sarflangani haqida ochiq ayting. Bu nafaqat qonuniy, balki oilaviy hurmat nuqtai nazaridan ham to'g'ri. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir iyuldan taqiq bo'ladi. Men pul evaziga muammoni hal qilaman desa, ishonmang. Rasmiy masalalar faqat rasmiy idora, bank, davlat xizmatlari markaziy yoki qonuniy vakil orqali hal qilinadi. Hech kimga SMS kod aytmang. Hech kimga kartangizni suratga olib yubormang. Hech kimga pensiyangizni saqlab qolamiz degan bahona bilan oldindan pul bermang.
Ayniqsa yoshi katta insonlar bunday qo'ng'iroqlarga tez ishonib qolishi mumkin. Shuning uchun farzandlar ham ogoh bo'lishi kerak. Men yana bir muhim tavsiyani qo'shaman. Hujjatlarni bitta papkaga yig'ib qo'ying. ID karta nusxasi, pensiya hujjatlari, bank rekvizitlari, ishonchnoma, tibbiy ma'lumotlar. Imtiyoz bo'yicha qarorlar, kommunal imtiyoz hujjatlari alohida tartibda tursin. Bu ishni bir marta qilsangiz, keyin har safar izlab yugurmaysiz. Ayniqsa yoshi katta odam kasal bo'lib qolsa yoki tez yordam, shifoxona, bank, mahalla bilan bog'liq ish chiqsa, hujjatlarning tayyor turishi oilaga katta yengillik beradi. Agar siz hozir mening holatim qanday bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, o'zingizga 3 ta savol bering. Birinchi savol: mening pensiyam yoki nafaqam qonuniy asosda tayinlanganmi? Ikkinchi savol: mening hujjatlarim va bank ma'lumotlarim yangimi? Uchinchi savol: mening nomimdan ish qilayotgan odamda rasmiy vakolat bormi? Agar shu 3 savolga javob aniq bo'lsa, qo'rqishga asos kam. Agar bittasida noaniqlik bo'lsa, aynan o'sha joyni tekshirdirish kerak. Hurmatli tomoshabinlar, 1 iyuldan 60 yoshdan oshgan pensionerlar bilan bog'liq cheklovlar haqidagi gaplarni eshitganda vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Eng muhim narsa, hujjatlaringiz tartibda bo'lsin, bank kartangiz xavfsiz bo'lsin, ishonchnoma kerak bo'lsa vaqtida rasmiylashtirilsin, shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilansin. Cheklovning asosiy maqsadi qonuniy pensionerni jazolash emas, noqonuniy foydalanish va firibgarlikning oldini olishdir. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizning yoki o'zingizning hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Agar savol bo'lsa, mahalla, pensiya bo'limi, bank yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Internetdagi noma'lum xabarlarga emas, rasmiy manbalarga tayaning. Agar sizning oilangizda 60 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda eng katta muammo bank kartasimi, pensiya hujjatlarimi, ishonchnomami yoki ijtimoiy yordam masalasimi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ogohlantirish katta muammoning oldini olishi mumkin.